Yo'q, salom do'stlar, sizlar bilan endi 12 bo'lyapti. Bugun biz qaysi blok tez sindiradi? Taxtali yoki toshli, temirli, oltinli yoki olmosli? Qaysi bu videoga albatta like va podpiska bosib qo'shishni unutmang. Hozir biz esa boshladik. Har doim biz taxtalidan boshlaymiz. Malika taxtali kirka, dеревянный kirka deb yozilgan. Litsenziyasidan chiqishdi. Hozir qani bir 3 ketdi. Sekin sindiradi. Bu ham sekin sinyapti menimcha. Olmosni yutsa kerak. Yana sonni hisob qo'yamiz. Bu sekin bo'ldi. Qani endi navbat toshli tez nima qilasini degan umiddaman. Hop. Kirkani bizu do'stlar. Mana bo'ldi. Kirkani oldim, qani ketdi. Tez sinyapti do'stlar. Qo'shish tez sinadi ekan. Yomon tez sindi do'stlar bu. Bu yo birinchi o'rin yo ikkinchi o'rin bo'lishi mumkin do'stlar. Toshli. Kirkani yana esimdan chiqara olaman do'stlar. Hamaylab chiqaman. Meniki do'stlar oldim. Endi chiqishim problema bo'lyapti. Yo'q. Chiqoldim. Qani endi boshladik. Menimcha bu sekin sinsa kerak. Tezroqmi yo sekinroqmi? Taxtalidan tezroq. Qani Zolatoyda olib qani ketdi. Zolatoy yaxshi. Temirlidan tez urdi. Temirlidan tez bo'ldi. Lekin yo'qolib ketdi. Temirlidan tez bu yaxshi. Finali oxirgisi bu olmosni. Menimcha oxirgi o'rin oltinli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Minecraft'dagi самый худший oltin. Bu ham tez bo'lyapti. Xuddi nima edi? Toshli bilan teng. Hisob qo'yamiz. Endi bitta blok olamiz.
Hozir do'stlar, aniga do'stlar, biz 5 ta seni topdik. Men birinchi o'rin tanlay olmadim. Sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi birinchi o'rinni oldi. Menimcha menga toshli va olmosli ikkinchi o'rin. Железный va золотой oxirgi o'rin. Конечно, shtaxtali. Xullas sizlarda qolgani sizlarga bog'liq. Sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi birinchi oldi sizlar. Bu qaysini tanladilaring sizlar? Olmosli, temirli, toshli va taxtali. Hozir esa do'stlar, bugun do'stlar biz qaysi blok test sinashini ko'rdik va ko'rib oldik qaysi blok test sinashini. Bu videoga albatta like va podpiska bosib qo'yishni unutmang. Hozir esa hammaga xayr.